Yo'q bolalar, hozir sizlarga Zalit Launcherga qanaqa qilib turib knopkalar qo'shishni o'rgatib o'taman. Buning uchun birinchi o'rinda nastroyga kiramiz va Edit Control Alt bosib turib va Add butonini bosamiz. Va bu yerda joystick ham bor, ya'ni mana bunaqa joystick hozir joyidan jildirib ko'rsataman. Ya'ni bu bilan yurasizlar, menga bunaqa joysticklar kerak emas, shuning uchun buni o'chirib olamiz. Qanaqa qilib qo'shishni o'rganib oldinglar. Endi bunga qanaqa qilib turib nima qilish, ya'ni bunga nastroyga qilishni o'rgatib o'taman. Bu yerdan qaysi nimaga qo'yishlar tanlaysizlar va bu yerga o'sha narsaning nomini yozasiz. Ya'ni bizaki bu qani mana shunday. Video foydali bo'lgan bo'lsa like bosib obuna bo'lishlaringizni chiqmasin, chunki biz yaqinda 50 ta bo'lsa stream qilamiz.